Mani hayotimdagi eng muhim video. Da do'stlar, ko'rib turganingizdek, men hozirgina uyg'onganman, yuzlarim yotibdi. Chunki hozir meni fan встреча haqida telefon qilib uyg'otishdi. Va bu ham bo'lsa, bizga fan встречаga ruxsat berishdi. Va xuddi shu paytda miyamdan nimalar o'tgan tasavvur qila olmaysizlar. Chunki birinchi o'rinda bu fan встреча bizning 3 million obunachiga yiqqanimiz munosabati bilan bor. Va prosta tasavvur qilsam, qachondir ofisda prosta qotgan non yeb yashagan bolacha уже 3 million obunachi yig'di YouTube'da va noldan ko'zingizning oldida chiqib kelgan inson sifatida sizlarga aytamanki, 4 yillik karyeram davomida birinchi marta menga haqiqatan sizlar aktivlarni his qilishga imkoniyat yaratib beringlar. Va do'stlar, mana shu meni hayotimdagi eng muhim kunlardan biri, ya'ni meni ilk fan встречам 12-iyul Anhor Lokomotiv parkida, aynan mana shu joyda rovna 19:00 da boshlanadi. Va 100% bu oddiygina uchrashuv bo'lib qolmaydi. Birinchi o'rinda biz 3 million bo'lishini nishon olamiz. Ikkinchi o'rinda juda ham ko'p mashg'ul bo'lgan birgalikda sizlarning ko'zinglarning oldida jonli challenge o'tkazamiz. Va uchinchi o'rinda sizlarga tayyorlab qo'ygan sovg'alarim va yana boshqa O'zbekistonda hali bo'lmagan ishlarni sizlar bilan birgalikda qilamiz. Va hammasi mana shu joyda bo'ladi. Va sizlardan iltimos, mana shu yakshanba kuni kakas qo'yish bo'layotgan mana shu salqingina bo'ladi. Mana shu payt kelib aktiv yo'rt tashlayli va omonxonni aktiv qanaqa bo'lish kerakligini ko'rsatib qo'yinglar. Va sizlardan eng oxirgi va eng muhim iltimosim bu, meni ko'rsatadigan hamma tanishingizga mana shu videoni jo'nating, ular ko'rsin. Chunki qolib ketib qolgandan ko'ra bilib turib kelgan yaxshi. Chunki qolib ketib qolgan so'z afsona. Fan встречamiz bo'ladigan lokatsiyani esa men istoriyamga qo'ygan bo'laman. O'tinglar.